Assalomu alaykum hammaga. Bugun dars temamizda 99-elementi Eynshteyn bilan tanishamiz. Eynshteyn Albert Eynshteyn sharafiga qo'yilgan atom raqami 99 bo'lgan kimyoviy elementdir. Eynshteyn S belgisi bilan ifodalanadi. 1952-yili Los Alamos, Kaliforniya universitetida kashf etgan. Xarakteristikasi: atom raqami 99, atom massasi 252, normal sharoitda Eynshteyn qattiq, rangi noma'lum, klassifikatsiyasi metall, elektromanfiyligi 1,2, qaynash temperaturasi noma'lum, erish temperaturasi 1133 Kelvin yoki 860 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 8,84 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Tepani ko'radigan bo'lsak, endi Eynshteynning kimyoviy belgisi S, atom tartib raqami 99, nisbiy elektromanfiyligi 1,2, atom massasi 252, elektron konfiguratsiyasi 5F10 7S2 ni tashkil etadi. Bu yerda 5F11 deb jicha noto'g'ri yozilib qolgan. Tasvirini ko'radigan bo'lsak, ushbu kimyoviy elementning tasviri mavjud emas. Atom tuzilishini ko'ramiz. Atom tuzilishida 99 ta elektron bor. Mana shu 99 elektron atomda to'xtovsiz harakatlanadi. Atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, 99 ta protoni bor va 153 ta neytrondan tashkil topgan bo'ladi. Bu yerda 153 ta elektron deb bu yerda ham jicha noto'g'ri yozilib qolgan. Bugun Eynshteyn haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.